Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli kuzatuvchilar. 2026 1-apreldan naqd pulda savdo qilish taqiqlanadimi degan savollar tushibdi. Buni aniq bilib olishimiz kerak, chunki bilib olish zarar qilmaydi. Sababi ko'pchilik tadbirkorlar u yoqdan bu yoqdan eshityapmiz, lekin biz shunga aniqlik kiritib bering degan savol bergan. To'g'ri, 2026-yil 1-apreldan ayrim toifadagi tadbirkorlarga va xizmat ko'rsatish tashkilotlariga naqd pulda to'lovlarni olish taqiqlanadi. Bular davlat xizmatlarida, ikkinchidan svet, gaz, suv tashkilotlarida sizdan to'lovlarni qabul qilishda naqd pul olish mumkin emas. Faqat yo plastik orqali yo elektron to'lov orqali amalga oshirishingiz talab etiladi. Bundan tashqari tadbirkorlik subyektlaridan tamaki mahsulotlar sotuvchilar, aroq mahsulotlarini sotuvchilar, hamda avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchalari, hamda elektr zaryadlash stansiyalari ham to'lovlarni faqatgina plastik kartochka orqali yoki elektron to'lov orqali amalga oshirishi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari yana qo'shimcha boshqa tadbirkor subyektlar, masalan, oziq-ovqat, nooziq-ovqat savdolar sotuvchilar ham faqat o'sha mijoz olayotgan mahsulot, mijoz sizni tar sotib olyapti. Narxi 25 milliondan oshsa, narsa oldi, kassangizga keldi, narxi 26 million misol uchun. 25 milliondan oshdi. O'shanda ham siz naqd pulga qabul qila olmaysiz. 25 million oshgan summalarni yo plastik orqali to'ladingiz yoki pretsen orqali to'lagan deb aytishingiz kerak. Bundan tashqari yana bitta qo'shimcha, sizda endi noturar binoingiz ham, xonadoningiz ham to'lovlarni 1-apreldan boshlab plastik kartochka orqali yoki elektron to'lovlar orqali savdosini amalga oshirishingiz kerak. Yana bitta oxirgi qo'shimcha bu avtomobil savdosi. Avtomobil savdosida ishlab chiqarilganiga oxirgi 10 yil bo'lgan avtomobillarning barchasi, ular ham terminal yoki pul ko'chirish yoki elektron to'lov orqali amalga oshiriladi. Masalan, 2026-yil avtomobilni siz 2026-yil avtomobilni sotmoqchisiz, yiliga 26, oxirgi 10 yil 2016-yildan buyog'i bo'lgan 10 yil ishlab chiqarilgan 10 yil bo'lgan avtomobillarni plastik kartochka orqali yoki elektron to'lovlar orqali amalga oshirishingiz kerak. Rahmat kattakon. Mana shunda kuzatib boringlar va qiziqtirgan savollarni berib boringlar, javob beraman. Agar yana qaysi mavzu bo'yicha video qilishimni xohlasangizlar, uni ham belgilab boringlar, qo'shimcha videolar qilib boramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.